Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun bizda o'tgan darsimiz mavzusi matn hisoblarini tanlama qurish orqali chiqarish. Bugun shu mavzuning ikkinchi qismi. Bugungi darsimizda biz konsentratsiya to'g'ri hisoblab chiqargan bo'lamiz. Qiynoqda marhamat darsni ko'rib o'rganinglar. Ham ostiga kommentar yozishni unutib qolmanglar. Bugun biz hisoblada konsentratsiya hisob chiqargan bo'lamiz. Konsentratsiya deb qanday bir elementning shu umumiy massadagi aldıgan bir kanat ülüşü. Deytaylık. Mana bir arlaşma. Bu arlaşmanın terkibi de deytaylık 30 gram tömür var. Hem 20 gram deytaylık nisba. Bu ikisini arlaştırdı. Umumi masası kaç oldu? 50 gram oldu. Şunda koy. Arlaşma. İkisini yaxşılap iyileştirip ettik. Bizde 50 gram bir xilmas çıktı. Endi bir tömürün konsentrasyası qancha degan vaqtda biz nima qilamiz? Tömürni hisoblaganda tömürning konsentratsiyasi hisoblaganda nima deymiz? Tömür massasi qancha asli? 30 gram. Umumiy massasi qancha bizde? 50 gram. Mush ikisini bölüytimiz. Şu an qancha bo'ldi? 5'te 3 kısmı tömür ilgileydi. Yani konsentratsiya köp halatlar bizde prosentle berildi. Şu sebepten biz tömürün konsentrasyası hesaplaş için şu 5'te 3'ni çıkan 5'te 3'ni yapımız 100 prosent qilib köp editimiz. Şu çağda bizden bolu 60 prosent çıktı. Demek tömür 60 prosentini ilgileydi. Kalan 40 prosentini ilgileydi. Biz ilgileydi. Mana kıskışı mıштaq. Qiynoqsiz merhamet. Bizden buna hesap. Qiynoqli hesap. Konsentratsiya 20%, massасы 400 gram tuzluq suga 100 gram su quysa chiqqan eritmaning konsentratsiyasi qana bo'ldi. Albatta su quysa bu yerda tuzluqligi to'linadi. Demak, buni mana salamiz. Bu demak eritmada nima bor? Su bilan tuz bor. Yuqoriga tuz deb biz qo'yaylik. Asli su. Endi tuzning prosent ulushi qanchaga? 20%. 20%. Demek su kaç prosent oldu? Bize 80% oldu. Bunun massası kaçki? 400 gram. Bunun ne koyuptu? Su koyuptu. Su, taze su. Su kaç gram? 100 gram. Tamam. Bizde yeni bir eritme çıktı. Eritme çıktı. Bu eritmenin massası 400 yüzünü koysa massası 500 gram oldu. 500 gram oldu. Yani şu 500 gram bolsa demek bu hesapta tuzun massası öz piç kaldı. Biraz sunun massası mı kaldı? Özgürdü. Yani karana biz tuz kançılık. Tuz bizi dese bir şey tuz var. Onun massası kança? 400 gram. 400 gramı 20% tuz. Onu kanıtapımız 400'ü köpeytimiz 0,2'ye. Nime için? Tuzun massası deyip için. 400 0,2 köpeytse kaç bulur? 80 bulur. Demek bu tuz öz bir çıksa saklanıp kalır. Demek bir yerdeki 80 gram tuz 500 gramdan 420 gramı ne buldu? Su buldu. Demek bizde bir yerde karanlığa mındak yazılı buldu. Bir yerde bizde 80 gram tuz var. Endi su bizde kaç gram? 420 gram. Yani bizim konsentrasyon oranı. Konsentrasyada bir de tuzga nispeten hesaplayımız. Demek 500 gram bu bizde 100% olsa 80 gram tuz ne oldu? X prosent oldu. Moş yerden biz X tip için 80'ni köpeytimiz 100'ge bölümümüz 500'ge. 205 kısqa titeli 80'ni 5 bölsek 16 oldu. Demek 16%. Demek bizde 16% tuz 84% ne oldu? Su oldu. Mana muştaq misal. Kelesi biz bunda misal terkibide 4% tuz bolduğan 1000 gram eritmege neçe gram tuz koşsa onun konsentrasyası 20% boldu. Bu terkibide 4% tuz bak eduruz mu?
Biz onunla nima qo'shimiz ki? Tuz qo'shimiz. Demek tuz qo'shgan siri bu tuzning mo'lchari nima qiladi? Oshadi. Endi konsentratsiya to'g'ri yana bir qadim ism tushirib ketaylik. Konsentratsiya qisqartib yozim. Bu nima? Shu ilingan elementning massasining umumiy massa bo'lgan nimasi nisbati nima qilamiz? 100% nima qilamiz? Ko'paytiramiz. Ya'ni umum massa bo'yicha aldigan uning ulushi. Yoki ruscha aytganda dolasi deymiz. Qiyinliqda bu hisobni qanday chiqamiz? Bu hisob mana chiqarsak bo'ldi. Qaranglar. Bizda 1000 gram. Bu 1000 gramda 2 türlük element var. Onun 4% tuz. Demek 96% nima? Su degan söz. Bunu nima qo'shimiz? Tuz qo'shimiz. Taza tuz. Tuzning massasi qancha biz bilmaymiz. Astığı massasi hisob x teng chiqqan elementning massasi qancha bo'ldi? Mushk sarish kelsin qildi, o'zaro qo'shildi. Bizda aldığımız hesapda 400 ga 100 ni qo'shib 5 deb yozdik-ku, shunday-ku. Bu hisobni shunday 1000 ga x ni qo'shsak 1000 qo'shilgan x deb yozamiz. Endi mushu chiqqan yangi aralashmaning bizda 4% tuzdi, onun biz tuz qo'shdik. Demak, bu tuz nima qildi? Ish ketdi. Qancha prosent bu ketdiki? 20% tuz bo'ldi. Demak, 80% nima? Su. Muşnun bo'yicha biz nima qilamiz? Tanglama tuzimiz. Tang tuzgan vaqtda biz qaysi element bizga asosiy belgilik, bu yerda bizga tuz belgilik. Demak, mush tuz bo'yicha chiqarmiz. 1000 gramning 4% tuzga. Demak, 1000 ko'paytirilgan 4% 0,4 deymiz. Qo'shilgan nima? X gram tuz. Biz nima bo'yicha hisob chiqaryapmiz? Tuz bo'yicha chiqaryapmiz. Tuz bo'yicha hisob chiqaryapmiz. Demak, tuzning mo'lchari 4%. 1000ning 4% topdik. Qo'shimiz yana tuz. Bilmaymiz qancha qo'shimiz x. Endi bu chiqqan massa qancha? 1000 qo'shilgan x demak 1000 qo'shilgan x mushu massaning qancha prosent tuzga? 20% tuzga ko'paytirilgan 0,12. Bergan ta'mni yersek biz qancha gram tuz qo'shganimiz hisoblab chiqamiz. Qiyinliqda 1000 0,12 ko'paysak bizga 40 bo'ldi. Qo'shilgan x teng 0,12 ni 1000 ko'paytsak bizda qancha bo'ldi? 200 bo'ldi. 0,12 ni x ko'paytsak qo'shilgan 0,12 x. Andiki x dan bir tarafga salam bir tarafga yig'ishtiramiz. X elingan 0,12 x teng 200 elingan 40 bo'ldi. Bizda 0,18 x qoldi teng 160 ga. X teng 160 ni bölümümüz 0,18 ga teng qancha bo'ldi? 200. Demek biz 200 gram tuz qo'shsak, bunun tuzning konsentratsiyasi qancha bo'ldi? 20%. Demek javobi tuzdan qancha gram qo'shish kerak? 200 gram qo'shish kerak. Kelesi biz bunda hesap. Massa 500 gram eritmedeki tuzning mo'lchari 20%. Tuzning mo'lchari 25% ga oshirish uchun necha gram suvni ho'ga aylantirish kerak. Demak, tuzning mo'lcharini oshirish uchun u yerga tuz qo'shsak bo'ldi. Yoki u narsadagi suvni evatsakmi, tuzning mo'lchari miqdori ishib ketadi. Aytaylik, sinfda 5 o'g'il 10 qiz bor. O'g'illar sinfning 3/1 bölügini egallaydi. O'g'illarning 3/1 emas, uning jiqara bölügü egallash uchun sinfga o'g'illarni akilish kerak. Shu chaqda boshqa sinfda o'g'illar almashib kelsa, o'g'illar qo'shilsa, demak sinfdagi o'g'illarning mo'lchari miqdori oshadi. Yoki sinfdagi qizlarning sonini azaytsak, shu chaqda o'g'illarning miqdori oldigan mo'lchari ulushi ko'paydi. Şuna o'xshashli bu yerda misol shunaqa berilgan. Aytaylik, bizda bu yerda bu 500 gramga bu eritmadagi bu eritmaning massasi, buning da tuzning mo'lchari 20% ga. Demak, bu yerda 80% nima? Suv bor degan so'z. Suv deb chiqdi. Bu 20% bizda tuz. Bu bizda tuz. Bu yerdan biz nimani yeyimiz? Suvni yeyimiz. Suvni olsak
qancha gram su olamiz biz bilmaymiz. Chiqqan eritmada shu chog'da biza tuzning mo'lchari qilib oshdi. Mesela su azayib ketdi. Tuz demek aksincha mo'lchar bo'yicha jiqaroq bo'lagini egallaydi. Demak bizda shu chiqqan massaning 25% tuz bo'ldi. Demek qancha prosenti su? 75% bizde su. Bu hesapta yani bu çıkan ahırkı eritmenin massası ne oldu? İvetsek demek benim bu 500 ilinliğen x. Sunu ağan sıra massasının kolu yenikleşiyor. Demek destek massasının çıkan sunun massasının kolu ivetimiz. Yani karan biz ne belgülük? Su belgülük. Demek bu hesapta su boş çıkarımız. 500'ün 80% su ke. Demek köpeğimiz 0,18'ge. İvetimiz kaç gram su bilmemiz x. Tamam. 500 ilinliğen x bu umumi massasını köpeğimiz kaçı? 0,175 ki. Kıymet tamam yersek. 500,18 köpeğetsek bize 400 bolu. İlinliğen x tamam. 500 0,175 köpeğetsek bizde 175 bolu. İlinliğen 0,175 x. Andaki minus x bunun bir ötküsümüz plus 0,175 x. Yani 10'dan sola ötküzgen tamam. 175 yazımız. Minus kaça? 400. Bir hesaplasak minus 0,125 x tam biz buldu minus 25 x deyip için minus 25'ni minus 0,125 kimimiz bölümümüz cevabı 100 bul. Demek 100 gram suyunu ne kılış gerek? Hoğa aylandırış gerek. Yani biz kelesi misal dükandan 100 kilogram terhamek elip kelindi. Terhamek turgan siri terkibideki su 91%'den 90%'ga azaydı. Terhamek massasının neçe kilogramını yo'qotdi. Bu biz adet halet. Yazın günü biz terhamekle ip kelimiz. Ama biz onu to'nglatqichga holding salmasak, o poluşu durusma. Polashgan siri yenikleşidi. Demek onun terkibideki su mutlulu hoğa aylandı. Qin mushundaq bir misal iş beraylik. Demek bizde terhamek, mana terhamek bu bizning massası qancha? 100 kilogram. Bunun iki terhamek sizler bize suba. Su kaç prosentke bize? 91% su. Demek 9% qandaqdı bir başka bir elementler. Bu tuğan sırrım kulu bununki su hoğalındı. Demek arasıqa minus belki koyumuz. Kaç gram su hoğalındı biz bilmeyimiz. Bize çıkan qiyqagan terhamekning massası ne buldu? Dastlabki massa 100 bo'lsa, x gramı azaysa, demek massa azaydı, 1000 ilinliğen x bu qoldi. Demek bu yerga chiqqan, yani turib ketgan, pulush ketgan terhamekning ki suning massasi 90%. Demek qolgan elementi 10% bo'ldi. 90% su. Bu hesapta bize su belgülükke. Demek bu hesapta su boş çıkarımız. 100 köpeytilgen 91% 0,191 ilinliğen x teng 1000 ilinliğen x'ni tırnakçı yazımız 100 ilinliğen x'ni geçirsizler. Köpeytimiz kaçıga? 0,19'a. Birigen tengini yersenler, x'ni cevabını tapsa, bu x'ni cevabı hoğa aylanılan sunun yoki yo'qotgan massasının mo'lcharini aniqlab berdi. Kelesi biz buna qilsap, ikki bochkada, yani tun deydi, tuzluq su bor ekan. Birinchi bochkadagi tuzning suvi nisbati 1/4. Demak, 1/4 tuz egallaydi, qolgan 4/4 su egallaydi. Ikkinchi bochkada bo'lsa 7/8. Demak, ikkinchi bochkada 7/4 su egallaydi, 8/7 tuz egallaydi, 8/8 su egallaydi. Endi terkibideki tuz bilen sunun nisbeti 2/3 bo'ldigandek 200 gram eritma tayyorlash uchun har bir bochkani qanchalik eritma elish kerak. Demak, qaranglar, ikki bochka tuzluq su borki, tuzluq sular ikki turli. Birincisi tuz ozroq ekan, masalan, ikkinchisi tuz jiqaroq ekan. Endi ikkisini qancha gram olganda tuz hisobini chiqarish uchun qaranglar. Hiç qanday qiyin emas. Bizim mana ikki turlik bochka. Shunaqa. Bu birinchi bochkani elish kerak, ham
ikkinchi bochkada nima bo'lishi kerak? Tuzliq suv ilish kerak. Ham bizda yangi bir tuzliq suv chiqdiki, yangi deb biz qo'yib tepsiga. Buning massasi qancha? 200. Endi dastlabki massasi bilmaysizmi? Yo'q. X kelasi bo'ldi 200 ilingan x. Siz savol qo'yishingiz mumkin. Nimashga 200 ilingan x? Aytaylik, birinchisi 10 bo'lgan bo'lsa, 10 massa 200 chiqqan bo'lsa, demak 10 ga qanchani qo'shsam 200. Sizlar aytdinglar 190. Qanday topdik? 200 dan bu 10 ni oldik. Agar 20 bo'lgan bo'lsa 180. 200 dan 20 olsam 180. Demak x shu 20 10 o'rnida x bo'lsa, demak 20 ilingan x bo'ldi. Endi qaranglar. Birinchisi bu yerda birinchisidan bochkada tuzning suvi nisbati 1/4. Ham 1 ga 4 ni qo'shinglar. 5. Demak 5 dan 1 bölügini tuz egilaydi. 5 dan 4 bölügini suv egilaydi. Shunaqmi? Mana barlig'i 5. 5 dan 1 bölügü tuz, 5 dan 4 bölügü su. Keleside 7 ga 8 qo'shimiz 15. 15 dan 7 bölügü tuz. 15 dan 8 bölügü su. Kelesi yangi chiqqanda bizda 2 qo'shilgan 3 5. 5 dan 2si tuz. 5 dan 3i su. Buni biz xalsak tuz bilan, xalsak suv bilan chiqarib bo'ldi. Qani unda tuz bilan chiqarib ko'raylik. X dan 5 dan 1 bölgü tip üçün x dan 5 dan 1 ko'paytimiz. 5 dan 1 x o'tirdi plus belgisi turdi. 200 ilingan x dan 15 dan 7 bölgü tip üçün şu 15 dan 7ni tranşiga 200 ilingan x qilib ko'paytma. Teng 200 ni ko'paytimiz 5 dan 2 ga. Bu mana is qo'yaylik. Qani olsa ko'payish o'rali bizda 5 dan 1 x o'sib chiqildi. Qo'shilgan 15 dan 7 o'sib chiqildi. 200 ilingan x ni o'sib ko'chiramiz. 200 ni 5 dan 2 ko'paysa qancha bo'ldi? 80 bo'ldi. Umma kasra qutilish uchun umma xaraji 15 ko'paytimiz. Bizga bu yoq 3 dan tegdi, bu yoq 1 dan, bu yoqqa 15 dan tegdi. Demak 3x qo'shilgan 7 tranchilgan 200 ilingan 7x teng 15 ni 80 ko'paysak 1200. 3x qo'shilgan 1400 bo'ldi. Oy kechirsamaydi. X qol birisi mana. Ko'paytitma. 7x ko'paytsak minus 7x teng qanchaga? 1200 ga. 3x ni 7x alsak minus 4x. Teng 1200 ilingan 1400. Minus 4x teng bo'ldi bizda minus 200 ga. X teng qancha bo'ldi? 50 ga. Demak, birinchisidan biz 50 gram berishimiz kerak. İkincisidan 200 dan 50 ni aytsam, qancha bo'ldi? 150 gram bo'ldi. Demak, birinchisidan 50 gram, ikkinchisidan 150 gram. Mana shunday belgiga hisobimiz nima qildi? Kelib chiqdi. Mana ko'rganinglar. Shunday hurmatli do'stlar, bugungi darsimiz oyoqlashdi. Bo'pti, xayr xo'sh, sog' salomat bo'linglar.